Bu videoni kvartirani sotib, uchastkaga ko'chaman degan tanishlarga shunday yuborib qo'yinglar. Kvartiraga ham barter bor ekanda, okada. Agar siz boshqa lokatsiyada turadigan bo'lsangiz ham, mana shu uchastkaga точно qiziqib qolasiz, akam. Qibrey tumanida joylashgan, mana shu 2 sotix yer maydoniga ega bo'lgan tayyor papkult sifat bilan baquvvat qilib qurilgan uchastka srochniy narxda ko'rsatyapmiz. Mahallalarni ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahallada joylashgan. Kir-urish darvozaxona shunaqa naves ostida joylashgan bo'ladi. Hovlisiga bitta mashina bemalol sig'adi. Kichkinagina bo'lsa ham ziloniy zonani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli rakvinalar hovlimizda hojatxona joylashgan bo'ladi. Binosini fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Akalar 2 sotix yer maydoniga ega bo'lgan, 4 ta xonasi joylashgan bo'pti. O'zini podvallariga ham ega. Kuxnyani tagi полностью podval ekan. Ichkaridan ko'radigan bo'lsak, kir-urish uzun xol, xonalar ketma-ket joylashgan, kir-urish shunaqa dekorativniy oynalar, o'ng qo'lda ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Полностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlari bilan. Navbatdagi xonamiz kir-urish chap qo'lda katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Xonadonimizda 2 ta zal bor. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Svejiy holatda tayyor kiyim-kechaklar bilan kelasizlar, yashaysizlar. Ko'rib turgan barcha mebel, texnika jihozlar qoldirib ketilyapti. Xonadonimiz 60-70% ko'plik bilan qilingan. Bu bolalar yotoqxonasi, uni yonginasida katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Bu zal mehmonxonadan orqa hovliga chiqishingiz ham mumkin. Uni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan bo'ladi va bitta umumiy sanuzeli ham ko'rishimiz mumkin. Bu videoni kvartirani sotib, uchastkaga ko'chaman degan tanishlarga shunday yuborib qo'yinglar. Kvartiraga ham barter bor ekanda, okada. Narxi $125 ming kelsa degan joylari bor, pastdagilar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.